qanday qilib ajoyib tosh ferma qurishni o'rgataman. Bu juda ham ajoyib tosh ferma va oson. Bizga bir chelak suv va lava va o'zimizga keraklicha chuqurlikcha qozib olamiz. Deganingizda uzunlikda bo'lsin. O'zimizga suvini quyib borib va yana xato ketdi. Buraya lavani qo'yamiz. Shunaqa holatda bo'ladi, to'g'rimi? Keyin biz pastga tushib olamiz va mana shu hopperni qo'yamiz. Bo'ldi, to'g'rimi? Yana bir blok va buyularni ham qo'yib o'tib olamiz. Va yana yo'q, mana shu yana mana shunaqa qilib qo'yib olamiz sizlarim. Bo'ldimi? Bo'ldi albatta. Va biz ko'rib qolamiz va shunchaki qolgan joylarni yopib chiqamiz va sizlarda ajoyib tosh ferma bo'ladi. Men sizlarga buni hozir ko'rsataman. Do'stlar, men hozir kreativdaman, ammo survival bo'laman. Sizlar bu ajoyib tosh ferma. Men sizlarga aytaylik, shu suv, lava, ozgina taxta shunday qilib olasizlar. Sandiqni ikkita qo'yish sizlarga tushunadi. Yaxshi. Qarang. Do'stlar, o'zi video olsa biroz qotadi. Mana do'stlar, qo'yilgan bitta toshimiz. Mana do'stlar, 3 ta tosh. Agar video yoqqan bo'lsa, bittagina like va pastdagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlardan kattakon rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.